Jadal qalbim qaynonamni menga bo'lgan munosabatlaridan, menga qilgan ishlaridan va badraftorliklaridan qattiq ranjigan. Shuni kechirolmayapman. Kechirolmaslik bu kibr deyishdi. Shu gap rostmi? Shunga men o'zimga zulm qilgan bo'lamanmi debdilar. Kechirolmaslik boshqa narsa, qalbdan uni chiqarib tashlashlik boshqa narsa. Agar siz kechirolmaslik deganda, masalan, shuning uchun endi qachon bo'lsa qo'q solasiz, qaynonangizga qarasangiz, va mana shuning uchun qachon bo'lsa yomon gapirasiz, qayerda bo'lsa uni g'iybatlab yurasiz. Mana shu narsalar nazarda tutilayotgan bo'lsa, kechirolmayapman deganda, bu haqiqatdan yomonlik bu. Ya'ni bundan hech qanaqa foyda topmaysiz. Siz faqat g'iybat qilganlik gunohini olasiz. Bor ehtimol siz mazlumlikdan zolimlikka aylanib ketasiz. Uni gunohini olasiz. O'ziz zolimga aylanib ketasiz. Lekin kechirolmaslikdan degandan maqsadingiz, masalan, qalbingizda o'shalarni yaxshi ko'rib ketolmayapsiz baribir. Qanday qilib, ya'ni siz qalbingizga hukmronlik qilasiz? Bu kechirolmaslik deyilmaydi buni. Siz qalbingizga xo'jayin emassiz. Nima qilasiz endi? Yaxshi ko'rolmayapsiz o'sha odamni. Faqat lekin yuzaga chiqarmaysiz o'shani. Qarasangiz, jilmayib qaraysiz, hech yomon muomala qilmaysiz. Gapirsa itoat qilasiz shariat doirasida. Hech qayerda yomonlab yurmaysiz. O'sha eski narsalarni ko'tarib kovlashtirmaysiz. Lekin nima bo'lganda ham baribir qalbingizdan o'shani yaxshi ko'ra olmayapsiz. Bu narsaga siz javobgar emassiz. Mana Vahshiy Hamzani o'ldirgan radhiyallohu anhu. O'sha iymonga kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yaxshi kelding deb quchoqlab olganlarmi o'shani? Iymonga kirdi, tavba qildi mana. Lekin nima qilsinlar endi Rasululloh yaxshi ko'rib quchoqlab olib, uni boshqalarga o'xshatib, masalan, sog'inib ketgandim seni deya olmaganlar-ku Rasululloh ham. Ko'zimga ko'rinma deganlar. Bo'ldi. Lekin hech qanaqa yomon gap gapirmaganlar, yomon muomala qilmaganlar, sen yomon odamsan demaganlar. Lekin nima qilsinlar, endi yaxshi ko'ra olmayaptilar. Odam qalbidagi narsaga buyurilmagan. Agar siz ham mana shu nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu kibr emas va bu narsaga inson javobgar emas. Yusuf alayhissalom qissasida akalari kechirib yuborganlar, hech malomat yo'q deganlar. Otalari ham ularni kechirgan. Lekin keyinroq istig'for aytaman deganlar otalari. Shuni ko'p sabablarini aytishgan. Nimaga keyinroq istig'for aytaman deganlar. Ba'zilar aytganki, chunki sahar vaqtida aytaman, mustajob bo'ladi yaxshiroq degan narsani qasd qilgan. Ba'zilar aytganki, baribir ichidan bir o'shalarga nisbatan noroziligi bo'lgan. Desa, deb birdaniga shuning uchun istig'for aytavermagan. Oson ekanda 20 yil, 30 yil, 40 yillik alam bir kunda, men tavba qildim desa, yaxshi qilibsan deb quchoqlab ketilaveradimi, ya'ni oson emas-ku bu. Ana shuning uchun xo'p, keyinroq aytaman deb borganlar, ya'ni. Shuning uchun agar inson qalbiga sanchilingan pichoq, xanjar, ya'ni alamini chiqarib tashlay olmasligi, bu narsaga inson javobgar emas. Faqat bir narsa bor. Buni agar siz davolashga harakat qilmasangiz, ya'ni unutishga, bir kun o'sha narsa yering ilaydi. Jarohat, ya'ni. Ya'ni baribir bir kun emas, bir kun sizda o'sha narsa tilingizga chiqib ketadi yoki amallaringizda ko'rinib, g'iybat qilib, o'shanga yana yomon muomala qilib, yana janjal bo'lib qolsa, eski narsalarni kovlashtirib yuziga solish, ana o'sha narsalar kelib chiqadi. Bo'lma olish kerak, ya'ni. Shuni bilingki, u nafratni ko'tarib yurish kechirishdan-da og'irroq. Kechirish og'ir, lekin nafratni ko'tarib yurish undan og'ir. Ya'ni borgan sari odamdan shunaqa yarasini yangilaveradi u, bu yiringlab oxiri qalbda bir maraz paydo qiladi. Masalan, hiqd, nafrat birovga nisbatan. Keyin bir kun emas, bir kun o'sha odam boshqa bir balo kelib qolsa, xursand bo'lib ketasiz o'zizdan o'ziz. Ana deysiz. Xuddiki o'ylaysizki, menga qilgan yomonliklar uchun Xudodan topyapti. Bilmaysiz u sizga qilganidan, boshqaga qilganidan Xudodan topyaptimi yoki Xudodan topmayapti, o'zi Allohga bir sinov beryaptimi? Bilmaysiz. O'shanda keyin odam vaqt tilidan chiqib ketadi. Ana, men nima degandim? Menga nima qilgandi, ko'rdingmi deydi. Xudo bor deb qo'yadi. Bilmaydi u aslida sen uchun bo'lyaptimi bu. Odam o'zini bir koinotning markazida o'ylab olmaslik kerak-da, nima bo'lsa men uchun bo'lyapti, meni foydamga, boshqani ziyoniga deb. Aytmoqchimanki, buni mana shunaqangi bir surunkali oqibatlari bor. Bir kun emas, bir kun chiqib ketadigan zararlari. Bu uchun insonda katta fiqh kerak, ya'ni bir o'zini tushuna olish, qalbini tahlil qila olish, qilayotgan ishlarini, gapirayotgan gaplarini odam sarhisob qila olishi. Shu narsalarda inson o'zida uddalay olsa, ana shunda qalbida kimgadir nisbatan bir unchalik mehr yo'qligi zarar qilmaydi. Aks holda doim inson bunga harakat qilib, o'shani unutishga harakat qilish kerak, vallohu a'lam.